Shahar markazidagi antiqa buyumlar do'koniga bir boyvachcha yigit kirib keldi. U hamma narsaning narxini bilar, lekin hech narsaning qadrini tushunmasdi. Do'konning eng chekka burchagida, chang bosgan tokchada turgan eski, urinib ketgan cho'ntak soati uning e'tiborini tortdi. "Mana shu matohni sotib olaman", dedi yigit kibr bilan. "Qancha turadi?" Do'kondor keksagina ko'zlariga nur qaytgan mo'ysafid edi. U soatga qarab og'ir tin oldi. "Bolam, bu soat sotilmaydi. U bu yerga vaqtni ko'rsatish uchun emas, vaqtni to'xtatish uchun qo'yilgan." Yigit kuldi. "Chol, har narsaning o'z narxi bor. Mana senga bir bo'g'lam pul, xohlasang do'koningni sotib olaman." Chol yigitga uzoq tikilib turdi-da, soatni uning qo'liga tutqazdi. "Mayli, puling kerak emas. Faqat bir shartim bor, soatning orqa qopqog'ini faqat haqiqatdan ham yig'laging kelganida ochasan. Agar shartni buzib, shunchaki qiziqishga ochsang, umringning eng go'zal xotirasini yo'qotasan." Yigit soatni olib chiqib ketdi. U shartga uncha ishonmadi, lekin qiziqishi uni qiynardi. Nima bo'lishi mumkin? Oddiy temir moshin-ku, deb o'yladi u. Oradan bir hafta o'tdi. Yigitning hayoti o'sha-o'sha, ziyofatlar, pullar, soxta kulgular. Hech qachon yig'lashga sabab yo'q edi. Bir kuni u juda zerikdi va shartni buzishga qaror qildi. "Baribir ertak-ku bular", deb soatning orqa qopqog'ini ochdi. Soat ichida hech qanday mexanizm yo'q edi. Faqat bittagina kichkina qog'oz parchasi va quritilgan gul turardi. Qog'ozda ayol kishining dastxati bilan shunday yozilgandi: "O'g'lim, men bu soatni senga sovg'a qilmoqchi edim. Bugun maktabni bitirishing, sen bilan faxrlanaman. Afsuski, shifoxonadan chiqolmadim. Men ketgandan keyin ham soatga qara va har bir soniyangni yaxshi inson bo'lishga sarfla. Seni yaxshi ko'raman, onang." Yigitning rangi oqarib ketdi. U onasini 10 yil oldin yo'qotgan, ammo o'shanda o'zining ishlari bilan band bo'lib, onasining so'nggi sovg'asini ham, vasiyatini ham qidirmagan edi. O'sha paytda u onasining vafotidan ham ko'ra meros qolgan pullarni o'ylagandi. Shu lahzada yigitning ko'zidan yosh quyilib keldi. U hayotida birinchi marta chin dildan yig'layotgan edi. U cholning shartini esladi: "Agar shartni buzsang, eng go'zal xotirangni yo'qotasan." U ko'zini yumib, onasining chehrasini eslashga urindi. Ammo dahshat. U onasining yuzini eslay olmasdi. Qanchalik harakat qilmasin, onasining ovozi, kulgusi, mehribon nigohlari xotirasidan ochib ketgan edi. Uning o'rnida faqat zimziyo boshliq qolgandi. U yugurib antiqa buyumlar do'koniga bordi. Do'kon eshigi yopiq, ichkarisi esa bo'mbo'sh edi. Qo'shni do'konchi chiqib dedi: "Kimni qidiryapsiz? Bu do'kon 10 yildan beri bo'sh yotibdi-ku." Oxirgi egasi bir chol edi, o'g'lining bemehrligidan yuragi yorilib vafot etgan. Yigit qo'lidagi soatga qaradi. Soat endi yura boshlagan edi, lekin u teskari tomonga, 60 ga qarab aylanardi. Xulosa: biz ko'pincha qadriyatlarni pullar bilan o'lchaymiz. Ammo hayotda shunday narsalar borki, ularni sotib olib bo'lmaydi, yo'qotilgach esa qaytarib bo'lmaydi. Eng katta boylik yonimizdagi insonlarning xotirasi va mehri.